Endi tushunarli nima deyapti Ismoilov, bo'ldi, boshqa gapim yo'q deyapti Islom Ismoilov. Chiqib ketyapti. Hech qisi yo'q. Nurbek akam jarima zarbasi berilsa kerak, chunki tashqari deydi. Va endi bunisi nima bu do'stlar? So'nggi umid qoldi deb baholandi. Hakamga topshirmoqda Ismoilov. Hakamga. Qo'shimcha taymlar yo'q. Turib berib, mayli hujumga bora olmasmiz. Turib berib, penaltilar yutib ketamiz nasib qilsa. Penaltilar orqali yutib ketamiz deganimda Ko'plikda. Mana bu penalti bo'lishini bilmagandim, lekin bunaqa variantga ham rozimiz. Penalti! Ibragimov Sen uchun biz hayajonlanamiz, sen hayajonlanma. Zarba! Aynan Rustamjonov katta sahnaga chiqyapti, boya aytganimizdek. Vaqtni cho'zmayapmiz. Yo'q, hujumga. Bu o'zbekcha futbolchilar bo'ladi. O'rgan Saudiya. Hasanov Zo'r, o'tdi, ichkariga kirdi. Yo'q, kirdi. O'zbekiston